Hammaga assalomu alaykum. Bugun YouTube'dagi Birinchi qadam nomli kanalimizga ikkinchi vlogimiz olinyapti. Xo'sh, kechga chiqqan sababi bizda avvalambor maqsadimiz ishlash, bu yerda aylanishimiz. Qachonki o'sha ishdan ortsak, keyin aylanishga chiqamiz. Sayohat, shunday gaplar. O'sha biz yashayotgan joy tagida katta dengiz bor. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hozir sovuq, issiq emas havolar, juda salqin joylar. O'zbekistonga nisbatan где-то bir 14-15 gradus pastroq yuradi bu yer. Biz ishlayotgan joylar. Havolar juda salqin, toza havolar. Shunday gaplar. Men sizga tabiatni ko'rsataman mana. Bu yer odamlar aylanadi, shu lodkalarga chiqadi, kemalarga chiqadi. Bulardan kattalari ham bor. Tipa Titanikdan ozgina kichikroqlari ham bor. Biz kunduzgi ko'ryapmiz ularni. Hozir bu yerda yo'q ekan. Mana bu tomonlar kattagina okean. Cheksiz tub bunaqasi yo'q. Lekin suvi sho'r ekan. O'zligimizga qiziqib ko'ramiz. Ozgina ichib ham ko'rdim. Shunday gaplar.